Assalomu alaykum, bilimdonlar. Biz ikkinchi darsimizga ham yetib keldik. Birinchi darsda koreys tili alifbosida 29 ta harf, 10 ta unli, 14 ta undosh va 5 ta qo'sh undoshni o'tib tugatgandik. 11 ta diftonglar qolgandi xolos. Ikkinchi darsimizda biz koreys tili alifbosini tugatib qo'yamiz. Xo'p, diftonglar, ular nimalar edi? Ular ham unli unli harflar faqat qo'sh unli, ikkita unlini qo'shilishidan hosil bo'lgan unlilar hisoblanadi bular. Unda biz boshladik. Qo'sh undoshlar 11 ta, ular qo'sh undoshlardan deyilishidan tashqari diftonglar deb ataladi. Xo'p, men mana bu narsani boshida birinchi darsda ko'rsatgandim. Bunga to'liqroq hali to'xtalib o'tmadik. Mana shu haqida hozir bug'un yasash usullari va shakllari haqida ozroq to'xtalib o'tmoqchiman, mukammalroq bo'lishi uchun. Chunki deganda harflarni endi ko'pini tanidik va tushuna olamiz endi o'qisak. Koreys tilida bug'un yasash usullari, ular 4 xil edi. Birinchisi undosh unli. Mana bu qarangizlar, undosh unli. K undosh, A unli, ka, na, da, ra, ma. Bular hammasi bo'g'in hisoblanayapti. Bo'g'inlar undosh va unli bo'g'inlar. Ikkinchi qatorga e'tibor beramiz. Ikkinchi qator bu unli va undosh. Ularga qanday misollar bo'lishi mumkin? Masalan, an, ot yozilyapti misolda. Birinchi unli harf kelgan, keyin patchimda undosh harf kelyapti. Undosh, unli, undosh bo'lsa qanday bo'ladi? Mana bu misollarga e'tibor bering. Kyul, k, yu, patchimda l harfi kelyapti. R harfi patchimda so'z oxirida kelganda l deb talaffuz qilinadi. Qoidasi bo'yicha o'tgandik. Kyul, kyul. Keyingisi q, a, l patchimda kelyapti. Pal, pal, pal. Pal bu oyoq degani. Keyingisi ham, ham bu tun degani. Xuddi shunday. Endi eng oxirgi bo'g'in yasash usuli bu bitta unli yolg'iz o'zi kelishi. Ya'ni, masalan, A harfi yolg'iz o'zi bitta bo'g'inda keladigan bo'lsa, keyingi bo'g'inda gi kelyapti deylik. Gi, a, gi. Mana bu a bitta bo'g'in. A plus gi. Lekin koreys tilida aytdik, hech qachon yolg'iz o'zi kelmaydi. Mana bunday holatda biz N harfini unlini oldiga chiqaramiz va bu lekin hech qanday talaffuz qilinmaydi. N qachon talaffuz qilinadi? Albatta, N faqat patchimda kelganda N deb talaffuz qilinadi. Endi usullarni ko'rib chiqdik, shakllarga e'tibor beramiz. O'zbek tilida bo'g'inlar faqat harflarni ketma-ket joylashuvidan tashkil topadi. Ketma-ket, xuddi mana bu belgilangan so'zimday, gaplarday. Ketma-ket ketgan harflar. Koreys tilida lekin mana bunday holati bor. Ya'ni ustma-ust joylashadi harflar. Qanday bunday bo'ladi? N harfiga U, U'ni ustiga chiqyapti. Harflar ustma-ust joylashyapti. Mana bu holati ham uchrab turadi. Ikkala holatda ham bitta so'zni uchratishimiz mumkin. Masalan, mana N-A-T. Mana bunday kelib talaffuz qilinyapti. Nat, nat, kunduz degani. Ot, kiyim, o'shanday. Talaffuzi juda ham oddiy. Talaffuz qilib ketish harflarni qanday tovush berishini bilsangiz bo'ldi, bir-biriga ulab qo'shib ketib, talaffuz qilib keta olasiz, qachonki harflarni qoidalari bilan birga yodlasangiz. Buni shunchaki qoidani ko'rib o'tib ketdik. Endi biz diftonglarga to'xtalamiz. Diftonglar. Bu birinchi diftong. Bu birinchi diftong. Bu koreys tilidagi diftongi. Diftongi e. Bu ham xuddi unliga o'xshab, agar bo'g'inda yolg'iz o'zi keladigan bo'lsa, mana bu holatda N ni o'zi bilan birga olib keladi. E. Bo'g'inlarni talaffuz qilib ko'ramiz. Ke, ne, te, re, se.
M, Ch. Oddiy, ha, hammasi. Shunchaki harflarni bilsangiz, bir-biriga qo'shib ketsangiz bo'ldi, tamom. Koreys tilida so'zlarni, bo'g'inlarni tovushini bemalol chiqara olasiz. Endi so'zlarga kelib to'xtalsak, bu yerda misollar bor ekan. K degani K va E diftongini qo'shilishidan hosil bo'lgan so'z it. A P bo'lsa, bu kema degani. O'shanday. E diftongini tushundik-a, pastga tushamiz. Endi bizda keyingi difton kelyapti. Bu E va Y diftongi. Qanday holatda E, qanday holatda Y deb talaffuz qilamiz? So'zni boshida mana bunday holatda keladi. N yumaloqcha bilan birga so'zni boshida kelgan paytda buni Y deb talaffuz qilamiz. Undosh bilan birga kelganda esa E deb talaffuz qilinamiz. Masalan, mana bu yerda bo'g'inlarda hammasi undosh bilan kelgan. K, N, M, R, S, P, K. Xuddi shunday talaffuz qilinadi. Bu yerda so'zlar kelyapti ekan. So'zlarga e'tibor beramiz. K bilan E qo'shilishdan hosil bo'lgan so'z ke. Sichbaqa degani. Ke. Yuzni yuvish, bu so'zni ko'rib o'tdik. Suv. Suv. Suv yuzni yuvish degani. Ikkinchi diftongimiz ham tugatdik. Uchinchi diftonga o'tamiz. Uchinchi diftong. Uchinchi diftong bu V diftongi. V. 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 Mana bu asl infinitiv desak ham bo'ladi, lekin mana bu agar V'ni o'zi bitta bo'g'inda yolg'iz o'zi kelsa, xuddi o'nligiga o'xshatib, N yumaloqchani o'zi bilan olib keladigan holati. Undoshlari bilan birga qo'shib talaffuz qilamiz. Endi bo'g'inlarda kve. Kga V'ni qo'shamiz, qo'shib ketamiz. Kve. Nni ham xuddi shunday. Nve. Tve. Chve. Tve. Tve. Chve. Harflari bir-biriga qo'shib talaffuz qilib ketamiz, bo'ldi, o'sha narsa. So'zlar kelyapti ekan. Xo'p, so'zlarni ko'ramiz. Nve yozilishiga e'tibor beryapsizlar. Qayerga chiqayapti? Mana bu yumaloqchani o'rniga. Mana bu yerga chiqayapti harf N. Nve. Nve bu miya degani. Ikkinchi harfimiz Hvesa. Hvesa. Firma degani. Hvesa. Mana bu yerda xatolik ketyapti. Nva emas, Nve. Nve. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz. Bu shulardan iborat edi. Endi to'rtinchi diftongimiz bu V diftongi. V diftongi. V diftongini bo'g'inlarda talaffuz qilib ko'ramiz undosh harflarga qo'shib. Kvi, nvi, tvi, kvi, svi, svi bor edi, ha? O'sha 6 ta bu s'dan keladigan harflar bor edi. Agar o'shalar kelsa, sh deb talaffuz qilinardi. Shvi, svi. So'zlarga e'tibor bering. Bu vi ni o'zi ham harf ham so'z ma'nosida keladi. Vi degan oshqozon degan so'z ham bor. Qui bo'lsa bu quloq degani. O'shanday. Bunga tushundik. Endi keyingi diftongimizga o'tamiz. Bu E harfi. E. Agar so'zni boshida mana bunday kelganda undoshlar bilan kelsa esa E, deb talaffuz qilinadi. Mana bunday undoshlar bilan keladigan holat bo'ladi-ku bo'g'inlarda. O'shanda deb talaffuz qilamiz buni. Ke, ne, me, se, he, e. Oxirgisida ye. Yegi, hikoya, yegi, 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 hikoya. Mana bunday talaffuz qilamiz buni. Endi pastga tushamiz. Keyingi diftongimiz bu ham xuddi tepadagidek
E'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, ye, e deb ko'pi bir xil talaffuz qilinadi. Buni og'zaki nutqda hech qanaqasiga aniqlab ololmaysiz. Shunchalik bir xil talaffuz qilinadiki, og'zaki nutqda buni bilib bo'lmaydi. Qanday bilinadi? So'zlar yodlayotgan payti yozib yodlab, o'sha so'z, masalan, olma so'zi qaysi e qatnashgan, qaysi ye qatnashganligini eslab qolib, o'shanday yodlanadi. Keyin aytgan payti, ha, olma so'zida mana bunaqa e edi, shunday yoziladi deb. Bu ham xuddi shunday. So'z boshida ye, undosh harflar bilan birga kelganda e deb talaffuz qilinadi. Yy, Bo'g'inlarga qaraymiz. Ke, ne, me, se, te, ye. O'shanday talaffuz qilinadi. Endi bu yerda so'zlar bor ekan. Birinchi so'zimiz bu yesul. Qanday yozilyapti? Sul. Yesul san'at degani yesul. Ye deganning o'zi harfi bu ha degan so'zni ham bildiradi. Uchinchi so'zimiz soat. Soat so'zini yozib ko'ramiz. Sige, sige. Sige bu soat degani. Talaffuzini ko'ryapsizlar-a? O'shanday. Pastga tushamiz. Pastda bizda V diftongi bor. V. Bu ham F tovushini beradi. Xo'p, bo'g'inlarni talaffuz qilib ko'ramiz. Kve, tve, nve, sve, tve, kve. Xuddi shunday. Ayt har doim yoki umumiy holatda mana shu bo'g'inlarda uchrayotgan bo'g'inu so'zlar hammasi haqiqatda bor deb o'ylamangizlar. Mana bunaqa "tve" degan so'zlarni men hali uchratganim yo'q. Unaqa so'zlar bormi yo'qmi bilmayman. Shunchaki biz talaffuzimizni yaxshilash uchun undoshllar bilan bir-biriga ulab aytib ko'ryapmiz. Shunchaki mashq uchun bu bo'g'inlar. So'zga e'tibor beramiz. So'z "v" degan harfni o'zi "v" degan nima deb ataluvchi so'zni ma'nosini ham beradi. Ikkinchi so'zimiz bu "tveji". T harfi bor bo'g'inda, shuning uchun "n" qo'shilmaydi, "v"ni yoniga "t" qo'shilyapti. "Tveji". Shu narsalarga tushunyapsizlar-a? Tushunmasalar so'rashlaringiz mumkin albatta. V diftongi tugadi. V. Endi way diftongi. Way. Way diftongi Y bilinar-bilinmas talaffuz qilinadi. Biroz cho'ziqroq. Way. Mana bu cho'ziqroq. Deyarli Y borday talaffuz qilamizda. Way. Bo'g'inlarga o'tamiz. Quay, tway, mway, sway, tway, way. Bitta so'zimiz bor ekan. Bu diftong ishtirok etgan so'zlar juda kam. Juda kam. Bitta topdim. Qarang, Wayto. Wayto bu ofitsiant degan. Qanday yoziladi? Way, Wayto. Wayto ofitsiant degani Wayto. Tushundilaringiz bu diftonga ham. Keyingi diftongimiz bu va diftongi. Bo'g'inda yolg'iz o'zi kelganda xuddi "ng"ni qo'shib oladi, boshqa unliklar kabi. Qolganda undoshlar bilan mana bu holatda qo'shiladi. Bo'g'inda ko'ramiz mana kva, tva, qva, nva, chva, va so'zlarni ko'rib o'tamiz. Va degani bu va degan bog'lovchimiz bor-ku, o'shani bildiradi. Va. Eee, undosh bilan birga kelgani kva, kvail. Kvail bu meva degani. Kvail, va. Shunaqa so'zlar bilan keladi. Keyingi diftongimiz bu vo diftongi. Vo. Agar so'zni boshida keladigan bo'lsa, yolg'iz o'zi bo'g'inda mana bu holatda uchratamiz. Undoshlar bilan kelganda mana bu holatda uchratamiz. Vo. Kvo mana. Tvo. Nvo. Tvo. Tvo. Vo diftongining o'zi T ikkita yozilib ketibdi. Uzrasizlar. Xo'p, endi so'zlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu birinchi so'zimiz xve savun. Xve yozamiz.
Sa bug'uni, keyin von. Pachimda N harfi kelyapti. Xresavon. Von degan so'zam bor. Bu vonni bilasizlar, Koreyani pul birligi. Von degani. O'sha von mana shunday yoziladi. Von. Xo'p, endi bizda oxirgi diftong, 11-chi diftongimiz bu qanaqa diftong edi? Bu oy diftongi. Bizda unli bor edi, miyakki znak. Mana bu. I. Endi bu ikkita tayoqchali shuni. Tepadan bitta tayoqcha tushgan. Oy. Ya'ni harfidan keyin yana y bordek talaffuz qilinadi. miyakki znakdan keyin y harfi bordek talaffuz qilinadi bunda. Bo'g'inlarni talaffuz qilib ko'ramiz. Qo'y, qiy, noy, choy, qiy, oy. Mana bu ko'p yozganlarim men biron marta uchratmaganman shunaqa holatda gapda kelganini. Bu shunchaki mashq uchun berildi. Har doim mana bu holatda ko'p uchratganman. Xo'p, mana bu misollarga ham e'tibor bering. Oyisa, oysa, shifokor. Oy, o'zi bo'g'inda yolg'iz o'zi kelyapti. Keyingi bo'g'imiz sa. Ikkinchi so'zimiz o'yja, o'yja. Stul degani o'yja. O'shanday so'zlarda shunday talaffuz qilamiz. Menimcha unchalik qiyin emas. Tushunsa bo'ladi. Asta-asta ko'nikma hosil bo'lib, o'rganasizlar. Bir martada tushunmasalaringiz, ikki martada, undayam bo'lmasa o'zimdan so'rashlaringiz bo'ladi. Guruhda, videolarni tagida yoki alohida gruppada hali chat qilinadi. Va, chat gruppalarda sizlar tushunmagan joylaringizni, darslik bo'yichami, koreys tili umumiy tushunmagan har qanday savollaringiz bo'yicha savol berishlaringiz mumkin bo'ladi. Men javob beraman. Xo'p, endi biz ikkinchi darsimiz bilan koreys tili alifbosi haqidagi darslarimizni butunlay tugatdik. E'tiboringizga yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Bu darslar asosan topikka yo'naltirilgan. Ko'p YouTube'da, bunaqa, darslarni ko'rgansizlar 0 dan boshlab, qaysidir darajagacha olib chiqadigan darslar juda ham, ko'paygan. Bular shunchaki boshlang'ich ozroq darajada koreys tilini o'rganish uchun. Yo'q, bizni onlayn darsimiz bolalarda topik daraja olish uchun, e'tiborni qaratish uchun shu tomonga fokusni o'sha tomonga qaratib boramiz. Koreys tili alifbosi tugatildimi, keyingi darsdan уже biz, topikka tayyorlovchi kitoblardan darsimizni boshlaymiz. O'shandan o'qib o'rganishni boshlaymiz. Sizlar harfni yodlagandan keyin mana bu 2 darsda yozilgan so'zlar borku mana bu. O'shalarni men kviz qilib, ro'yxat qilib pastiga tashlayman. Ularni sizlar yodlab ketishlaringiz kerak bo'ladi. Yodlashlaringiz kerak bo'ladi o'zlaringiz uchun. Tushunarlimi? Unda sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni ikkinchi darsimiz tugadi.